Abi keling kiravering. Toshkent shahar Uchqahramon postini hammamiz bilamiz. Uchqahramon postidan Toshkent tumaniga 4 kilometr kirib kelganimizda Guliston masjidga yetmasdan svetofordan Yangi Mol bozor ko'chaga salkam 1 kilometr kirganimizda bizda sotirilayotgan mana shu 2 etajli bahaybat uchastkamizda 308 sotuvga yer maydoniga qurilgan shu uchastkamizda 7 ta xona podvollari, 4 ta sanuzeldan iborat. Remontlari yangi hali hech kim yashamagan, egalari 215 ming dollarda so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Har doimda telefon raqamlarini narsani qoldiraman. Murojaat qilib aloqaga chiqasiz. Xo'p, qarang. Asosiy ishidan kirganimizda bemalol 3 ta mashinani olib kirsangiz bo'ladi. Yozgi oshxonamiz bor. Yozgi oshxonamizda qarang, duxovkalar ham qo'yib berishdi. Xo'p, bu tarafimiz yashil hudud, chap taraf yoki o'ng tarafi basseyn qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Keling birgalikda ichkarini ham ko'ramiz. Abi asosiy ishidan uy ichiga kiradigan bo'lsa, bizani har doimda qo'limizda kutib oladi. Mehki mebel, konditsionerli televizorlari mavjud. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan, ya'ni bir ikkita doполнительный narsalar chegarada olib kelib qo'yaman deb aytishyapti. Xo'p, keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda oshxonamiz bo'ladi. Stroyni kuxona garnituri, bu xonamizda ham konditsionerlarimiz mavjud. Stol o'tirib ovqatlanishga zo'r sharoitda qilingan. Xo'p, keling, davom etamiz. Bu yog'imizda общий sanuzelimiz bor. Mana. Sanuzelimiz, bu tarafimizda bitta spalniga xonamiz tayyor konditsionerlari bilan bor. Tamommi? Hamma xonalarda konditsioner bor. Bitta mebel olib kelib to'ldirsangiz mazza qilasiz. Xo'p. Bu yog'imizda esa zal, mehmon kutadigan xonamiz. Remont ranglari yaxshi. Bu yoqdan to'g'riga yuradigan bo'lsa, orqa hovliga chiqamiz. Yorug'lik, havo aylanishligi yaxshi. Keling birgalikda podvolni ham bitta tushib aylanib chiqamiz. Xo'p, podvolimizga tushdik. Bu yoqimizda bitta katta ploshad, o'zingizga moslab sharoit yaratib qo'yaverasiz. Bu tarafimizda ham bitta дополнительный kichkinagina xona bor ekan. Garderob ishlatishingizga zo'r. Bu yoqda asosiy shu uyimizning yuragi bo'ladi. Mana. Texnika kommunikatsiyasi. Bu eshik bilan hovlidan kirib chiqsa ham bo'ladi. Mana sizlar bilan tashqari hovliga chiqasiz. Tashqariga tushsangiz ham bo'ladi. Keling birgalikda ikkinchi etajni ham ko'ramiz. Hop, ikkinchi etajimizda bizda 4 ta xona, 2 ta sanuzeldan iborat. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi spalni, birinchi xonamiz. Bu tarafda kichkinagina balkonchasi ham bor, chiqsa bo'ladi. Keling, bu yog'imizda asosiy juda ham katta bahaybat zalimiz bor. Mehmonlar kelgan mana shu yerga so'rasa bo'ladi. Keling, chap tarafimizda bizda yana bitta spalnimiz bor. Mana shu spalnining o'zida sanuzellari bor. Marhamat. Dushovая kabina. И oxirgi xonamizda, yo'lanishimizda общий sanuzelimiz ham mavjud. Bu oxirgi 7-xonamizda bo'ldi. Manzilni aytib o'tdim, uchastkani birgalikda ko'rdik. Narxi egalari 215 ming dollarda so'rashyapti. Kelishiladigan joylari bor. Telefon qilib aloqaga chiqib, kelib ko'rib, savdolashib, baraka qilib ketaverasiz.